Hazarastay ustanovkani tamamladık. Oksvet bilan kashmir svetni kombinatsiyasida ishlaganmiz. Akrildan high-tech variantda ishlandi bu ko'kilimiz. Bir chetdan tushuntiradigan bo'lsak, bunda xolodilnik ustida arison bor ekan. Mana shunday obshivka atib o'tdik. Polka qo'yishning iloji yo'q edi, arisondan foydalanib bilmasadilar keyin. Bu tarafda oddiy polkalari, bunda vitishkasi. Push bilan qo'yib berganmiz buni. Ruchkasi variantda ishlandidan bu ko'kilning. Bunda gaz plitasi, bo'yida gaz yo'q ekan. Bu xo'jalikda propan ishlatadilar ekan ko'p. Gazni keyin propani bilan baravaradi. Ben tarafda ikki moykamizni xolamadik. Klient o'zim boshqa moyka qo'yaman dedi, shuncha yechib oldik. Bunda duxovkasi, duxovkaning ustidan ham, keyindan ham katta seksiya. Agar bu yerda layan ya boshqa narsa qo'yib ishlataman desa, polkalarini olib, bemalol katta seksiya qilib ishlataveradi. Kuxulnida farq yo'q ekan, klientimizning o'zi kafel terdirib beraman dedi keyin. Bunda esa sensorli diod qo'yib berganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiraman, bemalol bog'lanib aloqa chiqishlaringiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi ustanovkamiz Qazarsa. Mana shu kuxulni Qazarsa ikkitamiz bu. High-tech variantda ishlangan, oq svet bilan kashmir svetni kombinatsiyasida ishlaganmiz. Bilal, gel bire gel. Açıkamız bunu gel. Bilal kütər plamaxa da kolunda persatga bu ayak bilan simni bastı. Uşaq koluna simni. Narzam yapına köp etibar etmekle de koşsuz. Koy mi? Ha, narosçik. Onu nereye koyamız? Narzam giyimlerini bulaştırıp taşadı ıslahı. İyi bey. Taza mı o giyim? Rusya'da giygen giyimlerde indi giyip ürtüyor. Maziyeti salırlar da karamı. Rusya'da giygen onu. Davutallı 8 il eldin. Davutallı. Maziyetli. Yine bir şey göbe geldik. Yok şuna mı koru? Bu üstlere ne gerekli mi? Bu 3. edazanın Mekke'mizekte 4 bu hezene. Apşif gelsene. Bizde yok değil mi? Muhafaza yok. Esa kompresörden mi alayım mı? Sen atılan mı? Ben bakıyorum çeden koymuş. Teyin navurt gel araban. Xudo xolasi yetib keldik. Mana shu ustanovka bo'ladi. Öğretmen, madde soktu. Hala toplumunuz falan. Hadi yok lan simüle versin ki. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiraman, bemalol bog'lanib aloqa chiqishlaringiz mumkin.